Katta rahmat ommaviy axborot blogerlarga. Ko'p narsalar hozir O'zbekistonda ochiq, hamma buni ko'rib turyapti. Oldin yopiq edi. Lekin bitta narsani bilinglar. Bu ochiqlik hech qachon orqaga qaytmaydi. Qanday ko'p ochiqlik bo'lsa, qanday ko'p ommaviy axborot vositalari odamlarimizga adolatli, haqiqiy muammolarni qancha ko'p bildirsam, men rahbar sifatida minnatdor bo'laman ularga. Yevropa mamlakatlarida radarlar tezlik sabab avariya sodir bo'ladigan joylarga qo'yiladi. Ularning asosiy maqsadi o'z xalqini xavfsizligini ta'minlash. Bizda esa radarlar iloji boricha ko'rinmas joylarga o'rnatiladi. Maqsad esa xalq xavfsizligi emas, balki haydovchilarga qoidabuzarlikni qildirib, jarima to'latish. Pul sog'ib olinadigan manba sifatida ko'rmoqda. Lekin ular bir haqiqatni unutmasliklari kerak. Birovga zulm qilish va uni haqqini poymol etishni javobi og'irdir.